Demak, kitob yuboramiz va sizlarga o'tgan temamni videosini kanalga yuboraman. Bundan tashqari Telegramda qanday bizani platformamiz bor. Platformamizni login parolini beraman. Login paroli asosida siz 6 oy davomida korxonamizda buxgalteriyaga taalluqli bo'lgan hamma temalarni 6 oy ichida bemalol ko'rib, o'qib, o'rganib yurasiz. Videodan tashqari hujjatlarni hammasi shu kitobning ichida berilgan. Kitob video chatda ichida berilgan. O'sha videolar platformasi bor. Videolar platformasi qanaqa ekanini, uni ham videosini tashlab qo'yamiz. Boyagi videoni tashlaganmi gruppaga? Tashlab qo'yamiz. Siz qanday qilib platformani ichida ishlash mumkinligini, platformaga kirish mumkinligini o'rganasiz. Uni platformaga login parol bilan kirishni ham sizga videosini Telegramda tashlaymiz. Videosi tayyormi? Videosini tashlab beramiz. Ham videosini tashlaymiz, qanday ishlanadi ichida, hamda siz qanday qilib videoni ichiga kirib, o'sha loginni parolni terib, o'sha platformani ichiga kirib, qanaqa qilib foydalanishingizni ham videosi bor. Ya'ni o'shanda sizga login parol bersak, videoni ochib olib, video asosida bemalol platformaga kirasiz. Ichida hamma sizga kerakli buxgalteriyaga taalluqli hamma narsa bor. Hamma narsa bor. Kirib olasizda, o'shani ichida bemalol 6 oy davomida bemalol bizlar darsimiz 3 oyda tugasa, 3 oydan keyin ham yana 3 oy bemalol videolarni ko'rib, bemalol foydalana olasiz. Juda ham foydali, juda ham yaxshi berilgan, hamma ma'lumotlar berilgan. Kitobda ham bor. Platformada ham videolar bor, kitobda ham hamma narsa bor va o'tgan darsimizni, hozirgi darsimizni biz yana kanalimizga mana shu videolarni ham tashlab beramiz. Uyga vazifalarni ham agar kerak bo'lsa Telegramga Excel'ini, Word'ini tushirib beraman va o'sha Telegramni ichida uyga skachat qilib olib, uyga vazifalarni bajarib, menga tashlab berasiz. Qilgan uyga vazifalaringiz. Mana shu shaklda ishlaymiz. Ishimiz unumli bo'ladi. Kafolatlik, garantiya bor. Ko'p o'quvchilarimiz onlayn bitirib bemalol ishlab ketishgan. Diplom beriladi, sertifikat beriladi. Diplom sertifikatni sizga o'sha anaqa orqali yuboramiz. Pochta orqali jo'natib beramiz. Demak, mana shu shaklda ishlanadi. Hozir sizlarga korxonaning birinchi darsini o'tib beraman. Ya'ni korxonaning tuzilishi, korxonaning qanday shakllari bor, aktiv passiv счетlar nima va aktiv passiv счетlardan qanday foydalanamiz, provodkalarni qanday tuzamiz. Bular haqida sizlarga ma'lumot berib o'taman. Tak, ko'rinyapti? Demak, mana bu ko'rib turganimizdek, bormi? Korxonaning turlari. MCJ, mas'uliyati cheklangan jamiyat. Mas'uliyati cheklangan firmani har xil turi bor. Hamma firma bir xil shaklda bo'lmaydi. Har xil shakli bor. Birinchisi eng ko'p ishlatiladigan shakl bu mas'uliyati cheklangan jamiyat. Masalan, bizda Korzinka ham mas'uliyati cheklangan jamiyatga kiradi. Bu korxona ta'sischilar soni 50 tagacha bo'lishi kerak. Ta'sischi degani bu investor degani, ya'ni korxonaga pul tikuvchi shaxs, uchredитель ta'sischi deb aytiladi. 50 tagacha bo'lishi va korxonaga ta'sischining o'zi yoki boshqa shaxs direktor bo'lishi mumkin. Ta'sischi 50 tadan ko'p bo'lsa, aksiyadorlik jamiyatiga o'tadi. Agar investor 50 tadan ko'p bo'lib ketsa, korxona aksiya chiqarishga majbur bo'ladi va aksiyadorlik jamiyatiga o'tadi. Keyingisi XK, ya'ni xususiy korxona. Xususiy korxona. Bu korxona bir kishi ta'sischi bo'ladi. Boshqa shaxslarni qo'sha olmaysiz. Yakkakon korxona. Bitta ta'sischining o'zi direktor. Boshqa shaxs direktor bo'la olmaydi, boshqa shaxs ta'sischi bo'la olmaydi. Bu yakkakon korxona. Bir kishi direktor, bir kishi ta'sischi. Bizda O'zbekistonda ko'p holatlarda mana bu anaqa shakldan, mas'uliyati cheklangan jamiyat shaklidan foydalanishadi. Nima uchun? Bu qulay. Xohlagan shaxsingizni ta'sischi qilib kirgiza olasiz, direktor qilib xohlagan shaxsingizni kirgizasiz yoki ta'sischilardan istaganingizni direktor qilib qo'yasiz. MCJni imkoniyatlari juda ham katta. Agar mabodo o'zingiz firma ochsangiz, albatta MCJ oching. Yoki ta'sischingiz firma ochsa,
Обязательно MChJni maslahat berganingiz ma'qul. Xususiy korxona qaysidir korxonalarga, kimlargadir qulay bo'lishi mumkin. Keyingisi oilaviy korxona. Oilaviy korxona bu o'zingizni uyingizda, hovlingiz, uchastkangiz, domingizda bemalol ishlashingiz mumkin, podvalingizda ishlashingiz mumkin. Oilaviy korxona, ya'ni nejiloyda ishlash shart emas. Nejiloyda ishlash shart emas. Masalan, men bu yerda MChJda обязательно nejiloy, odam yashamaydigan joydan arenda olish kerak. Xususiy korxonada обязательно nejiloy, odam yashamaydigan joydan arenda olish kerak. Oilaviy korxonada shart emas. Xohlasangiz odam yashamaydigan joydan arenda olib ish boshlang. Istasangiz o'z hovlingiz, domingiz, o'zingizni joyingizda, podvalingizda ham ishlashingiz mumkin. Keyingisi aksiyadorlik jamiyati. Bu aksiya, o'zini aksiyalarini chiqargan kompaniyalar. Bizada Neftigaz bor, NGMK deydi, Oltinkon bor Navoiyda, Ohangaron sement bor, yoki Toshshahar Trans bor. Bular aksiyadorlik jamiyatlari. Katta tashkilotlar, yirik tashkilotlarga kiradi bular. Endi ta'sischisi 50 tadan ko'p bo'lishi kerak, aksiyasi ham 50 tadan ko'p bo'lishi kerak. Yakka tartibdagi tadbirkor. 5-si bu korxona emas, bu YTT, ya'ni inson faqat firmaga tenglashtirilgan. Masalan, bunga nimalar kiradi? Novvoychilar bor, kartoshka piyoz sotadiganlar bor, tadbirkorlar bor, yoki oyoq kiyim tikadigan tadbirkorlar, yoki bo'lmasam shunga o'xshash o'zini mahsulotini bir o'zi sotib o'tiradigan tadbirkorlarimiz bor. Kimdir telefon tuzatadi. Bular ham aslida YTT. Bular nalog qanday to'laydi? Bir minimalkadan 375 mingdan nechidir barobarini to'laydi. 2 barobar, 3 barobar davlat o'zi belgilab bergan. Bu YTT 4 tagacha xodim olishi mumkin. 4 tagacha o'zi bilan 5 ta, Navoiy 4 tagacha yordamchi oladi, o'zi bilan 5 ta bo'ladi. Firma emas lekin. Endi Ustav bu korxona ochilganda firmani ochmoqchi bo'lsangiz, ta'sischi sifatida borasiz, MyGov.uzdan ustav olasiz. Shunda firmani siz ochgan bo'lasiz. Yoki yagona darchaga borib, yagona darchadan ochib olasiz. Yagona darchada aynan shu ustavingizni qo'lingizga tutqizishadi. Ustavni ichida ustav kapitalni kirgizasiz. Ya'ni investitsiyangiz necha so'm bo'ladi? 1 million bo'lishi mumkin, 1 milliard bo'lishi mumkin. Uni o'zingiz belgilab olasiz necha so'm bo'lishini. Ustav kapitali, ustav fondi ham deyiladi, yoki ustav jamg'armasi ham deyiladi. Rus tilida, o'zbek tilida mana shunaqa ataladi. Endi bu ustavni shakli qanaqa bo'lishi kitobimizda berilgan. Kitobni masalan mana shu betidan mana shu betigacha ochib o'qiysiz desam, siz aynan o'sha betigacha o'qishingiz mumkin. Masalan, 7-bet, 8-kitobimizni 8-betidan 12-betigacha ustavga ko'rsatilgan, hujjat to'liq ko'rsatilgan, ustav kapitali ham ko'rsatilgan. O'shani bemalol ko'rishingiz mumkin. Kitobni yuboraman sizlarga. O'qishimiz ichida tekin bu. Ta'sischi bu korxonaga asos soluvchi, mablag' kirituvchi shaxs. Ta'sischi bu korxonaga asos soluvchi, mablag' kirituvchi shaxs. Ta'sischi degani investor degani, rus tilida uchredитель, ya'ni pul bilan ta'minlaydi, korxonani ochadigan asosiy inson bu ta'sischi, direktor emas. Ustav kapitalini shakllantirish nima? Ustav kapitalini shakllantirish bu ta'sischi korxonaga o'sha ustavni ichiga yozdi, 100 million yozgan bo'lsa, masalan, ustav kapitaliga, mana bu ustav kapitali 100 million bo'lsa, o'sha 100 millionni korxonaga olib kirib berish, mol-mulk shaklida, tovar shaklida olib kirib berish mumkin, material shaklida olib kirib berishi mumkin, naqd pul shaklida, farqi yo'q. Korxona rivojlanishi uchun nima kerak bo'lsa, ta'sischi olib kelib beradi o'zini yonidan. Hissasi ta'sischini hissasini real olib kirish ustav kapitalini shakllantirish deyiladi.
Tak, mana bu ustav shakli, ko'rinishi, mana bu ta'sischi Ahadi Farhod Faxruddinovich, uni hamma ma'lumotlari kiritilgan. Mana ko'rib turganingizdek, qayerda yashasiz, ta'sischiga nimaga ustavga kiritiladi rostdan. Endi ta'sischi korxonani faoliyat turlari kiritilgan. Qanday faoliyatlar bilan shug'ullanadi? Masalan, polimer, mashinasozligi, rezina, sellyuloza, DVD, CD disk, internet va kompyuter tarmog'i bo'yicha xizmatlar, shisha plastiklar va boshqalar. Mana shu shaklda kiritiladi. Anaqa o'sha ustavni ichiga korxonani faoliyati, qaysi faoliyat bilan shug'ullanmoqchi bo'lsangiz, hammasini kiriting. Mana bu ta'sis ustav jamg'armasi. Ya'ni bu yerda ta'sischi 6 million kiritgan. Xohlasangiz 6 milliard kiritishingiz mumkin. Mana shu ustavni ichida yozilishi shart. Mana bu ustavni shakllantirish. Hozir aytdim sizlarga, olib kelib berish korxonaga. Bu yerda 6 million yozgan edi. Parta 3 millionga parta olib kelgan, stul 3 millionga olib kelgan, ta'sischi olib kelgan, direktorga topshirgan. Qabul topshirish dalolatnomasi. Bu narsa korxona ochilgandan keyin 1 yil ichida qilinishi kerak. Bu yil bugun ochildimi, kelasi yil 19-mayda ochildimi, kelasi yil 2026-yil 19-maygacha обязательно ta'sischi korxonaga mana shu narsalarning hammasini olib kirib berib qo'yishi shart. Shart. Endi qarang, korxonada ikkita muhim shaxs bor. Ta'sischi bor, direktor bor. Ta'sischi korxonaga asos soladi, korxonani ochadi. Ya'ni pul tikuvchi asosiy odam ta'sischi. Mana bu xo'jayini pulni, korxonani xo'jayini. Mana bu direktor bu xo'jayin emas, korxonani menejeri, u ish boshqaradi. Ta'sischi, ya'ni investor, direktorni o'zi xohlagan shaxsi direktor tayinlaydi yoki o'zi direktor bo'lib korxonaga o'tiradi. Mana shunday. Hujjatlarni, pechatni ta'sischi direktorga beradi. Pechat hujjatlar uchun direktor javob beradi. Direktorning daromadi bir oyda oyma-oy ish haqini olish. Ta'sischini daromadi esa bir oyda bir marta sof foydani oladi. Sof foyda bu nima ekanini buni ham ko'rsatib o'taman. Demak, korxonaga 15 million sof foydani ko'rsatyapman, ta'sischini oladigan dividendini. Korxonada bir oyda daromad bo'ldi 15 million. Sotishdan va xizmat ko'rsatishdan tushgan daromad 15 million so'mni tashkil qildi. Endi ish haqi, soliq, kommunal arenda to'lovlariga ishlatdik. Savdodan tushgan pulni 12 millionni ishlatdik. Arenda, gaz, tok, suvga bir oyda ichida bo'layotgan voqea. 15 milliondan ayirib tashlaymiz, 12 millionni daromaddan ayiramiz xarajatni. Mana daromad, mana xarajat. Ayirib tashlasak 3 million sof foyda qolyapti. 3 million sof foyda, mana bu sof foydamizni ta'sischiga berishimiz kerak. Ta'sischini puli dividend bo'lib ketadi ta'sischiga. O'sha sof foyda deyiladi. Mana bu yerda aytilgan mana. Sof foydani oladi deb. Mana shu aynan shu ta'sischiga beriladigan pul. Endi keyingisida daromad 12 million so'm, xarajat 15 million so'm, 12 million daromaddan 15 million xarajat ayirib tashlasak, minus 3 million so'm bilan chiqyapti. Zarar minus 3 million. Bu holatda ta'sischiga pul yo'q. Ta'sischi o'zini yonidan qoplaydi buni. Korxonani ochilish tartibini ko'rib chiqamiz. Korxonani ochish tartibi xizmatlar markazidan yoki may.gov.uz saytidan ustav va guvohnomani olamiz. Ustav va guvohnomani olamiz. Ustav nimaligini ko'rsatdim. Olamiz va shu bilan siz ta'sischi bo'lib qolasiz. Keyin ishni boshqarish sizni o'zingizga bog'liq. Guvohnomani olgandan keyin 10 kun ichida bajariladigan ishlar. Birinchi pechat olinadi. Pechatni o'sha yagona dachani o'zida ham qilib berishadi. Ko'p hollarda surishtirib ko'rishingiz mumkin. Uchinchi ishimiz ta'sischi tomonidan direktor tayinlanadi, buyruq qilinadi, bayonnoma qilinadi yoki qaror qilinadi rahbarni tayinlashga. O'zini direktor qilib qo'ysa bo'ladi, boshqa insonni direktor qilib qo'ysa bo'ladi. To'rtinchisi,
bankdan hisob raqami ochiladi. Istagan bankingizdan oching. Xohlasangiz Samarqand viloyatidan, xohlasangiz Xorazm viloyatidan счет hisob raqam ochishingiz mumkin. Xizmatlar markazidan soliq kaliti olinadi. MyGov.uz saytidan olsangiz bo'ladi elektron ключ, elektron kalit va xizmatlar markazidan ham olsangiz bo'ladi, borib elektron ключ olish kerak. Va bu ishlarni 10 kun ichida qilish shart. Korxona ochildimi 10 kun ichida qiling. Mana bu direktorga buyruq. Ahadov Farhod Faxriddinovich ta'sischi o'zini o'zi direktor qilib tayinlagan. Mumkin bayonnoma qilib, bayonnomada ham ya'ni ta'sischilar bayonnomasida yoki ta'sischining qarorida ham o'shanday direktor qilib tayinlansin deb qaror chiqariladi. Bu savol-javoblar kitobda bor. Bu kitobdagi savol-javoblarga siz yozma ravishda javob yozasiz ruchkada. Bunga ham ruchkada javob yozasiz. Men faqat bular uyga vazifalar, men sizga temalarni tushuntirib ketaman. Buni esa kitobni olganda bemalol ruchkada yoki qalamda javobini yozib, keyin kitobdagi javob bilan solishtirib olasiz. Buxgalteriya terminlari asosiy vositalar. Bu har bir sohada o'ziga yarasha terminlar bor. Xuddi shunday buxgalteriyada ham terminlar bor. Demak, buxgalteriya terminlari birinchisi eng muhim termin asosiy vosita. Asosiy vosita korxonada 1 yildan ko'p xizmat qiladigan vositalar kiradi. Korxonada 1 yildan ko'p xizmat qiladigan vositalar. Kompyuter, avtomobil, bino, stanok, ya'ni uzoq muddat korxonada turib qoladigan vositalar. Yana nima turishi mumkin? Xolodilnik, televizor turishi mumkin. Bular asosiy vosita deyiladi. Ham qimmat bo'lishi kerak, ham 1 yildan ko'p xizmat qilishi kerak. Debitorlik qarzi. Demak, debitorlik qarzi boshqa korxonaga berilgan va siz qaytarib olishingiz kerak bo'lgan qarzdorlikka aytiladi. Debitorlik qarzi deb aytiladi. Demak, masalan, siz menga tovar berdingiz, aytaylik 50 million so'mga. 50 million tovar olganman, lekin siz pulini hali ololmadingiz. Pulni qaytarib bermadim sizga. Tovar menda turibdi. Tovarni chiqarib oldingiz, lekin pulini kutyapsiz. Bu debitorlik qarzi deyiladi. Demak, debitorlik qarzi boshqa korxona yoki shaxsga berilgan, qaytarib olinishi shart bo'lgan qarzdorlikka aytiladi. Boshqa korxona yoki shaxsga berilgan, qaytarib olinishi kerak. Siz menga bergansiz, debitorlik qarzini qaytarib olishni kutyapsiz. Siz menga tovar bergansiz, pulni kutyapsiz. Debitor degan olaman o'zimniki degani. Oladigan pulingiz debitorlik qarzi. Kreditorlik qarzi bu to'laydigan pulingiz. Ya'ni siz to'lashingiz kerak. Bankdan kredit oldingiz, kreditingizni to'lashingiz kerak. Yoki men mol yetkazib beruvchiman, mendan oldingiz tovarni oldi, pulini hali to'lab bermadingiz. Demak, sizni kreditorlik qarzingiz bor. Pulni qaytarib to'lab berishingiz kerak. Kredit degani berishim kerak, qarzman degan ma'noni bildiradi. Keyingi holda inventarizatsiya kitobimizda ham to'liq qanday berilish ko'rsatilgan. Mana shu prezentatsiyalarimizdagi hamma ma'lumotlar kitobda ham berilgan. Buxgalteriya terminlari ham aynan shu inventarizatsiya to'g'risidagi ma'lumot bizada hozir ko'rsatib beraman. Demak, 16 va 17 betlarda inventarizatsiya to'g'risida ma'lumot berilgan. Ya'ni prezentatsiyamizdagi barcha ma'lumot kitobimizda bor. Kitobdagi barcha ma'lumot videolarimizda bor. Videolarimiz esa platformaga joylashtirilgan va platformaning login parolini sizga beramiz. Unga qanday qilib osongina kirishi videosini ham sizga beramiz. Demak, zaym qarzi.
Inventarizatsiya degani bu buxgalteriya hujjatlari ma'lumotlari bilan solishtirish. Agar bilsangiz, tashkilotlarda kompyuter noutbuklarni burchagida anaqalarni stollarni yonboshida raqamlar yoziladi. Laklarda, kraskalarda yoki kompyuterda oq qog'ozda yozilib yopishtiriladi. Nima uchun? Inventarizatsiya bu yo'qlama qilish degani. Inventarlarni sanab chiqish. O'sha kraskada yozilgan yozuv hujjatda ham yozilgan va bu hujjatimiz solishtirish uchun kerak. O'sha stoldagi yonidagi yoki inventar kompyuteri yonidagi yozuv bilan hujjatdagi yozuv raqam to'ppa-to'g'ri bir-biriga to'g'ri kelishi kerak. O'shanda raqamlar bir-biriga to'g'ri kelganda bizani demak haqiqatdan ham hech narsamiz yo'qolmaganini, yo'qotilmaganini, buzilmaganini anglatadi. Inventarizatsiya qilish, yo'qlama qilish, tovarlarni, inventarlarni qayta sanab chiqish, qayta sanoqdan o'tkazish degani. Demak, qayta sanoqdan o'tkazish. Qonun bo'yicha inventarizatsiyani 1 yilda 1 marta, yo'q, uzog'i bilan 2 yilda 1 marta qilinishi kerak. Lekin korxona talab qilsa, rahbariyat talab qilsa, har oyda ham inventarizatsiya qilish mumkin. Inventarizatsiya qilishdan avval direktoringiz buyruq chiqaradi. Inventarizatsiya qilish to'g'risida bu buyruqni shakli kitobda keltirilgan. Mana bu kitobimizda qanaqa buyruq shakli bo'lishi va buyruqda 3 kishini qo'shadi. Tekshiruvchilarni. Bu direktor bo'ladi, iqtisodchi bo'lishi mumkin, buxgalter bo'lishi mumkin yoki zavxoz bo'lishi mumkin. Xo'jalik ishlari bo'yicha zam direktor ham bo'lishi mumkin. Demak, ma'lumotlarni bir-biriga solishtirish deb aytiladi. Zaym qarzi ikkita korxona o'zaro shartnoma asosida bir-biriga qarz berishi zaym qarzi deb aytiladi. Zaym qarzi ko'pincha korxonalar bankdan kredit ololmaganda bir-biridan zaym olishadi. Ya'ni bir-biridan qarz olishadi. Qaytarib berish sharti bilan. 100 million kredit oldim sizdan qarz, 100 millionni 6 oy ichida qaytarib beraman. Shartnoma qilingan, shartnomada aytganman qaytarib berish haqida. Aynan mana shu zaym qarzi deb aytiladi. Zaym qarzi deb aytiladi. Demak, bu zaym qarzi. Keyingisi zaym qarzi ham termin. Mana bu ko'rinishi, ya'ni inventarizatsiya hujjati qanaqa ko'rinishda bo'ladi. Bu inventarizatsiya hujjatini ko'rinishi ham kitobimizda keltirilgan, chiroyli qilib batafsil keltirilgan. Prezentatsiyada ham masalan, avtomobil Damas ko'rib turibsiz. Donasi 5.397.641 so'm. Damasimiz juda eski, qadimgi Damas. Bir dona kapital ta'mirga muhtoj deb yozganmiz. Mana bu kraskada yoziladigan nomeri 0130/0001. Kraskada yoziladigan, aytdim-ku, o'sha inventarimizning yoniga kraskada, laklarda yoki shriftlarda yozilgan bo'ladi. Yaqinlashtirib ko'rsataman. Mana avtomobil Damas 0130/001 bu kraskada yoziladigan raqam yoki laklarda yoziladi, ba'zilar kompyuterda yozib skotchlab qo'yadi. O'sha raqam 5.397.641 so'm. Narxi va bu yerda aytilyapti, haqiqatda faktichески наличие degan haqiqatda bor mana shu summa. По данным бухгалтерского учета degani bu buxgalteriya hisobida ham bor. Ikkalasi bir-biriga to'g'ri keladi degani. Kapital ta'mirga muhtoj. Ahvoli qanday? Kapital ta'mirga muhtoj. Endi bu yerda shunaqa narsalar borki, hisobdan chiqarish zarur deyapti. Masalan, bumerang. Mana bu yerda ko'rib turganingizdek, mana radio pager bumerang. Eski narsa, bu yerga yozib qo'yilgan. Hisobdan chiqarish zarur deb. Mana kirgizib qo'yibdi, hisobdan chiqarish zarur deb. Tak, mana shu shaklda ishlanadi.
Endi yana yo'q narsalar ham bo'lishi mumkin bu yerda, yo'qolgan bo'lishi mumkin. Yo'qolgan narsalar haqida mana mavjud emas deyilgan. Ko'ryapsizmi? Nima bu mavjud emasimiz? Nima mavjud emas? Kompyuter, printer Canon 5-raqamda 810-0130-005 bu kraskada yoziladigan raqami va 540 ming nedostacha yo'qolgan 540 minglik tovarimiz, o'sha printerimiz yo'q. Mavjud emas deb yozib qo'yibdi. Mana printer mavjud emas. Kim yo'qotgan bo'lsa, kim javobgar bo'lsa, o'sha xonaga, o'sha shaxs joyiga qo'yadi. E'tibor qilgan bo'lsangiz, tashkilotlarda xonaga kirgan joyingizda yozilgan xona uchun javobgar shaxs Ali va Vasila deb yozilgan bo'ladi, misol uchun. Bu nima degani? Bu o'sha shaxs xonada biror nima yo'qolgan bo'lsa, mana bunday mavjud emas bo'lsa, o'sha xonadagi buyumni, yo'qolgan buyumni joyiga qo'yib qo'yishga, ta'minlab berishga, javob berishga majbur. Keyingisi zaym shartnoma. Buni ozgina kichraytirib ko'ramiz. Zaym shartnomani. Mana zaym shartnoma rus tilida dogovor zaym. Oddiy do'g'urdaqa bo'ladi. Do'g'urlardan hech farqi yo'q. Faqat zaym deb yozilgan bo'ladi. 2 million so'mga mana ko'ryapsiz. Bu misol tariqasida 2 million so'mga do'g'ur zaym tuzilgan. Tak, do'g'ur zaym. Endi kalkulyatsiya haqida ma'lumot beraman. Kalkulyatsiya bu nima? Masalan, bitta kitob ishlab chiqaryapmiz. Ishlab chiqarish korxonasimiz. Ishlab chiqarish korxonasida kitobni qog'ozi uchun aytaylik 30 ming so'm, 30 ming ketmaydi, undan ko'proq ketadi, mayli, biz 30 ming dedik. Qog'ozi o'ziga 30 ming so'm xarajat bo'ldi. Va undan tashqari muqovasiga 1000 so'm xarajat, 31 ming so'm. Rangiga yana 5 ming so'm, 9 ming so'm xarajat bo'ldi. Aytaylik, 40 ming so'mni tashkil qildi. Kitobimizni material xarajatiga, ichidagi rangi, muqovasi va varroqlari jami 40 ming so'm. 1000 so'm muqovaga, 9 ming rangiga va 30 ming varag'iga 40 ming so'mni tashkil qildi. Kalkulyatsiya qilyapmiz. 40 ming so'm. Lekin bunga xizmat haqqi ham ketgan. Xizmat haqqi arendaga aytaylik 10 ming so'm, ish haqqiga 10 ming so'm, gaz tok suvlarga 10 ming so'm, eskirishga va gaz tok suvga 10 ming so'm sarflandi. 30 ming so'm. Demak, 40 ming so'm material xarajat ko'rinib turibdi va 30 ming so'm xizmat haqqi xarajatlari ko'rinmaydi. Xizmat haqqi xarajatlari ko'rinmaydi. Demak, ikkalasini qo'shamiz, tannarx paydo bo'ladi. Tannarx paydo bo'ladi. Demak, tannarx u boshqa narsa, kalkulyatsiya boshqa narsa. Kalkulyatsiya bu hozir belgilab berdim, bittalab narxlarni belgilab berish, hisoblab chiqish, ajratish. Kalkulyatsiya. Ularni hisoblab bo'lib yig'sangiz tannarx kelib chiqadi. Endi savol tug'iladi. Kalkulyatsiya qayerlarda qilinadi? Qaysi sohada? Ishlab chiqarishda обязательно kalkulyatsiya qilasiz. Albatta kalkulyatsiya qilasiz. Ishlab chiqarishda. Keyin qurilishda. Qurilishdagilar buni kalkulyatsiya demaydi, smeta deydi. Smeta qurilishda обязательно, albatta qilasiz. Keyin bundan tashqari majburiy va kafe restoranlar qilishadi. Kafe restoranlar agar bilsangiz, bir porsiya ovqatning narxini har doim hisoblashadi. Aynan o'sha kalkulyatsiya qishda qimmatroq bo'ladi. O'sha kartoshka piyozlarimiz hisobiga yozda arzonroq bo'ladi. Agar qimmatroq restoranlarga kirib, nega buncha qimmat deb so'rasangiz, narxlaringiz qimmat deb so'rasangiz, ular aytadi, bizani kalkulyatsiyamiz bor, o'shaning uchun narxlarimiz qimmat deyiladi. Bu degani bizlar tannarxlarni hisoblab chiqqanmiz va shunda bizani narximiz shunaqa yuqori chiqqan degan ma'noni bildiradi. Demak, kalkulyatsiya ishlab chiqarishda, qurilishda va kafe restoranlarda qilinadi. Majburiy.
boshqa sohalar ham qilishi mumkin. O'zi uchun masalan xizmat ko'rsatish ham qilishi mumkin, lekin majburiy emas kalkulyatsiya ularda. Bu yerda moddiy xarajatlari bor va nomoddiy xarajatlar bor. Moddiy xarajatlarga ishlab chiqarish uchun sarflangan materiallar ketadi. Kraska, DSP, kley, gil. Hozir masalan bizada kraska ketmadi. Bizada xarajatda nima bo'ldi? Qog'oz, muqova, rang ichidagi bular moddiy xarajat bo'ldi. Nomoddiy xarajatga xizmat haqqi kiradi. Ish haqqi, arenda, eskirish, hozir aytdim sizlarga, yoki transport xarajatlari yoki remont xarajatlari, bularni hammasi xizmat nomoddiy xarajatlarga kiradi. Va tannarx ikkalasini yig'ganda moddiy xarajatlar bilan nomoddiy xarajatlarni yig'sangiz, обязательно tannarx chiqadi. Masalan, kitobimiz narxi qancha chiqdi? 40 ming materiali, 30 ming xizmat haqqi, 70 ming bo'ldi. Kitobimizni tan narxi masalan misol uchun 70 ming bo'ldi. Endi sotuvda u bo'lishi mumkin 100 ming, u bo'lishi mumkin 150 ming, u bo'lishi mumkin 200 ming. Qanday sotuvda sotish bu korxonani o'zidan, savdodan, talabdan, bozordan kelib chiqqan holda sotuvga qo'yiladi. Ustiga qo'yilgan mablag' korxona uchun foyda bo'ladi va u natsenka deb aytiladi. Ustama deb aytiladi. Tannarx emas, ustiga qo'yilgan mablag' natsenka yoki ustama deb aytiladi. Qarang, balans temasiga hozir terminlarni o'tib ko'rsatib bo'ldim. Balans temasi. Keyinchalik barchamiz Zoom ustanovka qilamiz. Telegramda ham yozdik, Zoom ustanovka qilamiz deb. Chunki darslarimizni Zoomda o'tamiz. Zoom ustanovka qilib olamiz va Zoomda ham mana shu narsalarni chiroyli qilib tushuntirib boramiz. Kitobda ham qaysi betlarni ishlashni aytib, videoda aytib ko'rsatib boramiz. Demak, balansimiz tenglik, muvozanat degan ma'noni bildiradi. Balans tenglik, muvozanat degan ma'noni bildiradi. Balans aktiv va passiv qismlardan iborat. Aktiv va passiv qismlardan iborat. Balansni aktiv qismida nimalar aks etadi? Balansning aktiv qismida korxonaga tegishli bo'lgan hamma narsa aks etadi. Masalan, ruchka, kitob, kompyuter, korxonaga tegishli bo'lgan telefon, benzin, proyektor, stul, stanoklar, avtomobil, bino bo'lishi mumkin. Shu yerda pul bor, hisob raqamda, kassada pul bor. Bularning hammasi aktiv qismda turadi. Balansning aktiv qismida joylashgan bo'ladi. Aktiv degani bizda bor. Korxonada bor degan. Korxonaga shundoq kirasiz, tashkilotingizga nimaiki bor bo'lsa, bu aktiv. Shu yerda pul bordir, kassada, seyfda pul bordir, bular aktiv. Tovaringiz bordir, omborxonada tayyor mahsulot, xomashyolar bo'lishi mumkin. Bular hammasi aktiv deb aytiladi. Aktiv degani korxonada bor, mavjud, menda bor degan ma'noni bildiradi. Demak, aktiv qismida korxonaga tegishli mablag'lar. Endi passiv qismida nimalar aks etadi? Passiv qismida korxonaning qarzlari aks etadi. Majburiyatlari. Qanday majburiyatlari bor? Налоговыйdan qarz, soliqdan, arenda qarzi, ish haqqidan qarz, transport xizmat ko'rsatgan bo'lsa, transportdan qarz, mol yetkazib beruvchidan qarzimiz, internetdan qarz bo'lishi mumkin, kommunal to'lovlardan, gaz, tok, suvlardan qarzimiz bo'lishi mumkin. Bularning hammasi passivda yotadi. Passiv deganda to'lovlarni, majburiyatlarni, qarzlarni tushunish kerak bo'ladi. Demak, aktiv va passiv qismlardan iborat. Aktiv bilan passiv qismimiz bir-biriga umuman qarama-qarshi tushunchalar, bir-biriga judayam qarama-qarshi. Aktiv o'zimniki degan, passiv to'lashim kerak, qarzman, majburman degan, majburiyat degan. Aktiv olaman degani, passiv to'layman, beraman degan ma'noni bildiradi. Demak, mana shu qismlarga
ajratiladi. Endi men bularni sizlarga bo'lib tushuntiraman. Aktivni o'zi nima va u ikki qismdan iborat. Qanday qilib aktivimiz ikki qismdan iborat bo'lishi mumkin? Demak, aktivimiz iborat uzoq muddatli aktivdan birinchi qismi va ikkinchi qismi aylanma aktivdan iborat. Uzoq muddatli aktiv nima ekanini tushuntiraman. Uzoq muddatli aktiv bu korxonada 1 yildan ko'p turadigan aktivlar, asosan asosiy vositalar kiradi. Asosiy vositalar kiradi. Asosiy vosita deganda kompyuter, xolodilnik, avtomobil, bino, televizor, stanok, yana nima shunga o'xshash bo'lishi mumkin. 1 yildan ko'p turadigan korxonaniga xizmat qiladigan asosiy vositalar. Bular uzoq muddatli mablag'lar deb aytiladi. Uzoq muddatli mablag'lar deb aytiladi. Va 1 yildan ko'p xizmat turishi kerak korxonada. O'shanda u aktivning uzoq muddatli mablag'i bo'ladi. Endi agar o'sha aktivimiz 1 yildan kam muddat turib qolsa nima bo'ladi? Agar aktivimiz 1 yildan kam muddat tursa korxonada, bu joriy aktiv yoki aylanma aktiv deyiladi. Masalan, kassadagi pul 3 yillab, 1 yillab turmaydi. 3 kun turadi, bo'ldi, chiqim bo'lishi kerak. Yoki hisob raqamdagi pul kelib ketib tez oborot bo'lib turadi. Bu aylanma aktiv deyiladi. Yoki joriy aktiv deymiz. Yoki materiallar, xomashyo material oldik, korxonaga nima oldik? Masalan, tovarlarni, materiallarni oldik. Bizlar daftar ishlab chiqarmoqchimiz, kitob ishlab chiqarmoqchimiz. Kitobga nima kerak? Qog'oz kerak. Qog'ozni oldik, rang kerak, ko'lir kerak. Ko'lirni oldik, lekin u 1 yil turmaydi-da, muddat o'tib ketadi. O'sha anaqani ichida 1 oy ichida yoki 10 kun ichida tez ishlab chiqaramiz, kitoblarni sotamiz. Demak, materiallar korxonada turib qolmaydi. Tez chiqib ketadi. Shuning uchun u aylanma yoki joriy materiallar, aylanma mablag'lar yoki joriy mablag'lar deb aytiladi. Shu yerdagi pul ham shunday. Tayyor mahsulot bu nima? Tayyor mahsulot korxonada, sexda ishlab chiqarilgan mahsulot. Korxona sexida ishlab chiqarilgan mahsulot tayyor mahsulot deyiladi. Bozordagi, magazin, do'kondagi mahsulot tayyor mahsulotga kirmaydi. Faqat sexdan chiqsagina, o'zimiz qo'limiz bilan tayyorlasakkina tayyor mahsulot bo'ladi. Agar do'konda o'tirib olib sotadigan bo'lsak, buni tayyor mahsulot deya olmaymiz. Do'konda siz olib sotasiz. Unda olib sotgan narsangiz tovar bo'ladi. Demak, o'zingiz chiqargan mahsulot, tayyor mahsulot, olib sotsangiz tovar. Demak, tayyor mahsulot ham, tovar ham korxonada yillab qolmaydi. 1 oy, 2 oy, uzoq 5 oy ichida sotiladi. Shuning uchun bu aylanma mablag' deyiladi yoki joriy mablag'lar deb aytiladi. Joriy mablag'lar deb aytiladi. Endi ikki qismni tushuntirdim. Endi passiv счётlarni tushuntiraman. Passiv счётlar majburiyat 2 xil. Birinchisi ko'chadagi, chetdagi mablag'larimiz, qarzlarimiz. Chetdagi degani, masalan, ish haqqi bo'yicha qarzlarni berish kerak, soliqqa qarzlarni berish kerak, arenda qarzimiz bor, kommunal xarajatlardan qarzimiz bor. Bularni berishimiz kerak. Endi undan tashqari ham qanday qarzlar bo'lishi mumkin? Mol yetkazib beruvchidan qarz bo'lishi mumkinmi? Albatta. Mol yetkazib berdi, 10 million so'mga pulini to'lash kerak. Qisqa muddatli qarz bo'lishi mumkinmi? Albatta. Qisqa muddatli nimani oldik, kreditni to'lash kerak. Bu ham majburiyat, qarz. Bu birinchi shakl qarzimiz, majburiyatlar. Ikkinchi shakl qarzimiz bu majburiyat emas. Passivni ikkinchi qismida joylashgan bu xususiy kapital deyiladi. Savol tug'iladi, nima uchun xususiy kapital deb aytiladi? Xususiy kapital deb aytilishiga sabab bu ta'sischining mulki bo'lgani uchun. Masalan, men ta'sischiman, siz korxonasiz, men sizga ustav kapitali uchun 6 million edi hujjat ichida. Boya ko'rib chiqdik hozir bundan avval 6 millionlik tovarni sizga olib kirib berdim.
6 millionlik tovarni yozdim ham anaqangizni ichiga, ustavingizni ichiga. Nima bo'ldi? Siz qarzsiz mendan. Korxona qarz 6 millionlik mablag'imni yonimdan olib kirib qo'yib qo'yganman. Korxona qarz va korxona qarz bilan bo'lish bilan birga o'sha qarzni bir kun kelib to'lash kerak. Ta'sischiga to'lash kerak. Nima uchun? Masalan, men korxonaning ta'sischisi bo'lsam, o'sha kiritgan 6 millionlik mebel olib kirsam, 6 millionlik mebelimni men tashlab ketmayman. Firmani yopmoqchi bo'lsam, olib ketaman. Chunki u meni mulkimni korxonaga ishlatib turinglar sizlar deb berganman. Ular hozir ishlatib turibdi, siz korxonasida ishlatib turibsiz, lekin olganingiz yo'q, haqqingiz yo'q mulkda. Siz berib olishingiz kerak. Ijaraga olingan yoki vaqtincha olingan mulk bu. Bu mulkda обязательно menga qaytarasiz. Shuning uchun uni passivga, qarzlarga yozib qo'yasiz. Savol tug'iladi, nima uchun xususiy kapital deb yozilgan? Chunki o'sha 6 million men kiritsam, o'zimni xususiy mulkimni uyimdan olib kelib kiritayotgan bo'lishim mumkin. O'zimni xususiy avtomobilimni kiritayotgan bo'lishim mumkin. Ya'ni men o'zim yonimdan, cho'nchagimdan kirityapman. Shuning uchun xususiy kapital deyiladi. Kimnidir chetdagi odamni puli, mablag'i korxonaga kirib turibdi, lekin qarzga kirib turibdi. Demak, ustav kapitali degani ta'sischi olib kirib qo'ygan investitsiyasi. Ikkinchisi sof foyda. Sof foyda qanday kelib chiqishini tushuntirdim. 3 million. Nima uchun sof foyda passivda va xususiy kapitalda turibdi? Mana men foydani 3 million foyda qildingiz, 10 million daromad, 7 million xarajat qildingiz, 3 million foyda bo'ldi. Yoki boyagi misolimizda tushuntirdim, 15 million daromad, 12 million xarajat, 3 million sof foyda bo'ldi. 3 million sof foydani menga berib yuborishingiz kerak. Chunki men ta'sischiman, foyda meniki, dividend meniki. Sof foydani olmasam, mana shu joyda xususiy kapital passivda turaveradi. 10 yil olmaydiganlar ham bor. Turaveradi, faqat siz korxona sifatida mendan qarzsiz. Bu birinchi 2020-yilda 100 million qarzsiz, 2021-yilda 50 million, 2022-yilda 50 million, 2023-da yana 50 million chiqqan, 2024-da yana 50 million, 2025-da yana 50 million. Natijada bir 250 million qarz bo'lib turibsiz. 250 million turibdi, men olmadim. O'sha qarzingiz sof foydada mana shu joyda doimiy olinmasa qarz bo'lib bo'yningizda, kreditda, passivda, xususiy kapitalda turaveradi. Nima uchun xususiy kapital deyilgan? Chunki pul sizda tursa ham meniki, ta'sischiniki. Meni ta'sischini mulkini, xususiy mulkini, foydasini ushlab olib turibsiz. Berib yuboraman deb kutyapsiz. Shuning uchun xususiy kapital deyiladi. Kimningdir xususiy puli bo'lgani uchun, sizda turgani uchun. Demak, bu savol, bu anaqa temani tushundik. Agar temani videosini ko'rib, kimdir tushunmasa, Telegramda savol berishi mumkin. Telegramda bergan savoliga men video tarzida javob beraman yoki yozma tarzda Wordda javobini tashiyman. O'sha anaqa Telegram gruppaga javob beraman. Kimda kim savol bo'lsa berishi mumkin. Endi buxgalteriya shotlari haqida ma'lumot beraman. Buxgalteriya shotlarini hammamiz bilamiz nima ekanini. Buxgalteriya shotlari kitobimiz orqasida bor. Mana buxgalteriya 4 ta sondan iborat kiritilgan. Eng ichida ko'p ishlatiladiganini ham olishingiz mumkin, topishingiz mumkin. Ajratib qo'yganman, ko'p ishlatilgan, ularni yodlaysiz. 249 ta shotni hammasini yodlash shart emas. Eng kerakligini yodlasangiz bo'ldi. Demak, buxgalteriya shotlari 4 ta sondan iborat. Kitobni ko'rganda bilib olasiz. Buxgalteriya shotlari 4 ta sondan iborat. Aktiv, passiv, tranzit shotlar va balansdan tashqari shotlar. Sonini o'zi ham 4 ta bo'ladi. 0, 1, 10, 20, 10, 29, 10, 60, 10, 89, 10, 90, 10, 90, 20. Mana shu 4 ta anaqa arifmetik sondan iborat bo'ladi. Yig'indi, mana yonma-yon turadi. Buni kitobga olganda bilib olamiz. Endi ichimizda ko'pchilik biladi ham, buni nima ekanini, to'g'rimi? Aktiv shot nima, passiv shot nima?
Xo'sh, savol berishibdi, hozir savolga javob beraman. Ta'sischi tovar moddiy boyliklari bilan usta fondini 500 millionga shakllantirsa, ushbu materiallarni sotib yuborsa qanday soliq oqibati paydo bo'ladi? Tak, ta'sischi 500 million so'mga mana ustavga qaytamiz. Tak, agar ta'sischi 500 million so'mga material kiritsa korxonaga va shu 500 million so'mlik material sotib yuborsa, nalogini to'laydi, solig'ini to'laydi, lekin hech qanaqangi yomon bu yerda javobgarlikka tortilmaydi. 500 millionni sotdi, 500 milliondan aylanmadan soliq to'laydigan tashkilot bo'lsa, 500 millionni 4% to'lab qo'yadi. Agar NDS tashkilot bo'lsa, 500 millionni 12%ni ta'sischi to'laydi. Ya'ni men ta'sischi bo'lsam, 500 million nalog sizga material kiritsam, u material kiritganim uchun nalog to'lamaysiz. Yoki 500 millionga so'm kiritsam korxonangizga, o'sha 500 million kiritgan so'mim uchun siz soliq to'lamaysiz. Yo'q, ustavni o'zi uchun to'lamaysiz soliq. Lekin 500 millionga material kiritsam soliq to'lamaysiz. Lekin materialimni olib sotsangiz, обязательно 4% yoki 12% solig'ini to'laysiz. Endi material ketdi, 500 millionlik material. Solig'ini to'ladingiz. Keyin men bir haftadan keyin yoki bir oydan keyin keldim. Yo, men chiqib ketaman korxonadan. Men ta'sischi bo'lmayman. Men chiqazib yuboringlar. O'sha 500 millionimni qaytaringlar deb aytaman sizga. Nima qilasiz? O'sha 500 millionimni siz menga shart emas, material qilib qaytarishingiz. Material ketdi, sotildi, uni qaytarib bo'lmaydi. O'rniga korxonani shotidagi pulni berishingiz mumkin, 500 million. Yoki korxonadagi tovarni berishingiz mumkin, 500 million ostatga qoldiqlarni. Yoki korxonada avtomobil turibdi 3 ta, avtomobil yo 2 ta avtomobil bor. O'sha korxonaning nomida. Men aytamanki, bo'lmasa avtomobilni chiqarib beringlar, lekin 500 million menga chiqarishingiz shart deb turaman. Chunki haqiqatdan ham berish kerak, qaytarish kerak. Bu qarz edi. Material o'rniga mebel bering, material o'rniga pul bering, material o'rniga mashinani berib yuboring. Lekin qarzingizni qaysi shaklda bo'lmasin, yopishingiz shart bo'ladi. Mana shu shakl. Yana savollar bo'lsa bering. Demak, buxgalteriya shotlariga qaytamiz. Buxgalteriya shotlari aktiv, passiv, tranzit, balansdan tashqari shotlardan iborat. Aktiv shotlarda korxonaga bir yildan ko'p anaqalar ham kiradi, bo'lgan aktivlar ham kiradi, bir yilgacha bo'lgan aylanma aktivlar ham kiradi. Aktiv shotlarga, passiv shotlarga tushuntirdim, qarzlar, majburiyatlar kiradi. Tranzit shotlarni keyin o'rganamiz. Avval aktiv va passivni o'rganamiz. Keyin tranzit shotlarni o'rganamiz. Tranzit shotlar daromad va xarajat shotlari bir oyning oxirida bitta ochiladi. Daromad xarajat hisoblaydi, yopilib ketadi. Shuning uchun tranzit deyiladi. Aktiv shotlarda qoldiq qoladi, passiv shotlarda qoldiq qoladi, tranzit shotda hech qachon qoldiq qolmaydi. Avval aktiv passiv o'rgataman, keyin tranzit shotlarni o'rgataman. Balansdan tashqari shotlar bu korxonaga tegishli bo'lmagan narsalar. Masalan, sizda korxonangizda bitta kompyuter turibdi. Hujjati yo'q, ta'sischi o'zi olib kelib qo'ygan. Перечислениyaga olmagansiz, naqdga olmagansiz, shu fakturaga olmagansiz, ta'sischi просто olib keldi, ishlatib turinglar dedi. Bu sizda balansda yo'q. Shuni balansdan tashqari shotlarga olib qo'yasiz. Ya'ni korxonada vaqtincha turgan yoki arendada turgan hamma narsani balansdan tashqari shotlarga olib tashlayveringlar. Arendaga oldingizmi yoki vaqtincha qo'shni firmangiz garaj yo'q, avtomobilingizni sizni garajingizga qo'yib qo'ydi. Bizada turibdi u, balansimizda emas, lekin turibdi realniy. Ertaga tekshirish kelishi mumkin. Uni ham balansdan tashqari shotlarga olib qo'ying. O'shanda soliq kelib qolsa tekshiruvda so'raydi sizdan nega turibdi deb, siz aytasiz, menda balansdan tashqari shotlarda turibdi deysiz. Balansdan tashqari shotlar 001da boshlanadi, 001da boshlanadi, 014-sonda tugaydi. Balansdan tashqari shotlar 3 ta sondan iborat. Balans ichidagi shotlar 4 ta sondan iborat. Demak, endi tushuntiraman. Aktiv shotlarda korxonaning mablag'lari aks etadi.
Shotlar rejasining 01-10-shotida boshlanib, 59-20-shotida tugaydi. Aktiv shotlar, buxgalteriya shotlar kitobimizni 59-shotigacha shotlar rejasini 59-20-shotigacha aktiv shotlar, ya'ni korxonani o'zini mulki. Passiv shotlarda korxonaning majburiyatlari va qarzlari aks etadi. 60-10-shotdan shotlar rejasini 60-10-shotidan 89-10-shotigacha passiv shotlar deb aytiladi. Va korxonani qarz majburiyatlari aynan shu shotlarda joylashadi. 60-dan 89-10-shotgacha. Tranzit shotlarda korxonani daromad va xarajatlari aks etadi. Daromadlari va xarajatlar. Masalan, bir oyda 15 million daromad bo'ldi, 12 million xarajat bo'ldi. 15 milliondan 12 million ayirsak 3 million foyda bo'ldi. Ana shuni hammasini 90-10-shotdan 99-10-shotgacha bo'lgan buxgalteriya shotlari ta'minlaydi. O'sha shotlarda yuritiladi, boshqaradi mana shu shotlar. Daromadlarni va xarajatlarni o'z nazoratida boshqaradi. Savollar bor edi. Xo'p, savolni beringlar. Passivchi 500 million so'm shakllantirdi. Aha. Yana 1 yil mobaynida 500 million so'm kirim bo'ldi. Aha. Unda ustav qayta qilinadimi? Tartibi qanday bo'ladi? Tak, endi ta'sischi 500 millionga shakllantirgandan keyin 1 yil ichida 500 millionni shotga tashlagan bo'lishi kerak. Hisob raqamga. Bankda hisob raqam bor, hisob raqamga 500 million kiritib borishi mumkin. Masalan, 2024-yil 1-yanvarda ochildi, 31-dekabrgacha 100 millionni yopdi. Ta'sischi yana 500 million kiritmoqchi. 500 millionni 2025-yil 1-yanvardan shotga tashlab boradi. Hisob raqamga 500 millionni 31-dekabrgacha yoki 30-oktyabrgacha 500 million tashladi. Shotga tushirib bordi 500 million. Endi ustavga deb tushirgan. Boshqa iloji yo'q, ustavni ko'tarish kerak. Ya'ni 2025-yil 1-yanvardan ustav to'ldirib boshladimi? 2026-yil 1-yanvargacha ko'tarib qo'yish shart. Mana anaqani ustavni o'sha qanday ko'tarasiz? Ustavni yagona darchaga borib ko'tarsangiz ham bo'ladi, ta'sischining o'zi bo'lishi kerak yoki MyGov.uzda ham ustavni o'zgartirish joyi degan joyi bor. Faqat pasport kerak. Yagona darchada ustavingizni oshirsangiz ham pasport kerak. O'zingiz borib anaqada MyGov.uzda o'zingiz o'tirib oshirsangiz ham baribir pasportingiz kerak. Demak, 2024da firmani ochdik 100 millionga, 2024 31-dekabrgacha yopdik, to'ladik. Olib kelib berdik 100 million. 2025-yilda ustavimiz yo'q, yopilib bo'lgan, to'ldirilgan. Yana shotga pul tashlayapmiz. Pulni tashladik, 500 million tashladik. 30-oktyabrgacha tashladik. Endi 30-oktyabrda srazu ustav ko'tarib qo'ygan yaxshi. O'sha 600 millionga. 500 o'zi 100 edi, yana 500 qo'shasiz 600 bo'ladi. Yoki kechi bilan 2026-yil 1-yanvargacha o'sha shotga tashlagan pullaringizni chekini olib, vepiskasini olib, bankdan o'sha ustavingizni ko'tarib qo'yishingiz kerak. MyGov.uzda qilsangiz ham vepiska kerak bo'ladi, bankda ko'rinishi kerak, ustav to'ldirishingiz. Agar yagona darchaga borsangiz ham vepiska asosida ko'rsatib, vepiskalaringizni haqiqatdan ham shot to'ldirganingizni ko'rsatib, ustavingizni ko'tarib olavering. Xo'p, keyingi savol. Asosiy vosita tovar, tayyor mahsulot ko'rinishida kiritsa sotish mumkin, lekin material ko'rinishida kiritsa sotish mumkin emas. To'g'rimi? Shu bo'yicha tushuncha bering. Tak, material asosiy vositangizni korxonaga kirdi, sotdingiz. Mumkin sotish. 92-10-shot bilan sotasiz. Endi tovar oldingiz, sotdingiz, olib sotarsiz. Oldingiz, sotdingiz. Mumkin 29-10-shot bilan sotishga haqqingiz bor. 91-20 da tannarxni olasiz. Endi keyingisi tovaringiz, tayyor mahsulotingiz, o'zingiz tayyor mahsulot hosil qildingiz, sexingizda yashadingiz, sotdingiz. 91-10 da tannarx.
yotadi. Buni ham sotish mumkin. Materiallarni ham, korxonadagi materiallarni ham sotishga haqqingiz bor. Material xuddi asosiy vositani qanday sotsangiz, materiallarni ham xuddi shunday sotasiz. Bizlar 92.10 da sotsak, masalan, asosiy vositani 92.20 materiallaringizni sotishingiz mumkin. Korxonani materiallarini sotishga haqqimiz bor. Yoki materiallarni 29.10 tovarlar shutiga o'tkazishga haqqimiz bor. Bitta protokol bilan tovarlar shutiga o'tkazildi, sotish uchun tayyorlandi deb yozasiz. 29.10 dan tovar sifatida materiallaringizni sotaverasiz. Mumkin, bu narsaga ruxsat bor. Kalkulyatsiya to'g'risida juda qiziqarli ma'lumotlar aytdingiz. Ish haqi yoki pudratchi tashkilotning xizmat haqi nima uchun kalkulyatsiyada aks etmayapti? Biror asos bormi? Qarang. Asos bor. Kalkulyatsiya haqida yana qaytib o'taman. Kalkulyatsiyada faqat ishlab chiqarishning ichi inobatga olinadi. Masalan, kitob ishlab chiqarayotgan bo'lsak, kitobni ishlab chiqarish uchun pryamoy to'g'ridan to'g'ri bog'lanish kerak xarajat. Nima bog'lanadi? Sexdagi xarajatlar bog'lanadi. Sexda arendasi, sexni gaz, tok, suvi, sexdagi ishchilarning ish haqi, sexda ichidagi stanok, buni chiqarayotgan stanokni eskirishi, ular pryamoy shunga bog'liqda. Buni chiqaryapti-ku, ular yasayapti. Shuning uchun bog'liq. Ularning xarajati olinadi. Material ichida ular olinadi. Sex bilan, lekin men direktorman yoki buxgalterman. Meni ham ish haqqim bor. Meni ish haqqim shu kitob chiqarishda ishlasam ham, poligrafiyada ishlasam ham, meni ish haqqim o'tirmaydi kitobga. Nima uchun? Chunki men shu kitobni yasashga qo'lim bilan tekizmadim. Kitobda ishtirok etmadim. Sexdagilarning ish haqqi o'tiradi tannarxga, meni ish haqqim ma'muriy xarajatga o'tiradi. 94.20 ga ketadi. Meni ish haqqim 94.30 ga ketishi mumkin, boshqa xarajatlarga ketishi mumkin. Lekin men sexda ichida bo'lmaganim uchun meni ish haqqim kirmaydi. Yoki kompyuterim eskirdi. Men ofisda o'tiraman. Kompyuterim eskirishi kirmaydi. Chunki kompyuterim eskirishi bunda to'g'ridan to'g'ri kompyuterga ichiga agar shu kitobni sovorsam, stanokka o'xshatib, unda kompyuter eskirishini olaman inobatga. Lekin kompyuter ichiga kitobni solmaymiz-ku, stanok emas-ku. Stanok ichiga sovoramiz. Shuning uchun stanokning eskirishi kiradi. Bu anaqa ishchi xodim buni ushlaydi qo'li bilan, yasaydi, teradi. Ishchini ish haqqi sexdagisiniki ish haqqi kiradi bunga. Ya'ni to'g'ridan to'g'ri sexning xarajatlari faqat ichi kiradi. Undan tashqari xarajatlar kirmaydi tannarxga. Masalan, 70 ming bo'ldi tannarx. 100 mingga sotdik, 30 ming qoldi. 100 mingga sotganimda 70 ming, bu sex xarajatlari, ofis yo'q buning ichida. Sexning xarajatlari yopildi. Sex xarajatlari ketdi. 30 ming toza qoldi. Nima bo'ladi? 30 mingdan meni oyligim chiqadi. Men ofisda o'tiribman. 5 ming. Kompyuterimni eskirishi chiqadi. Kompyuterimni eskirishi ham 5 ming. Keyin nalog chiqadi. Nalog 10 ming so'm. 5 ming so'm nalog deylik qisqaroq. 5 ming nalog, security bor. 94.30 da securityni ish haqqi 5 ming so'm. Arendamiz bor. Arendani ish haqqi 5 ming so'm. Qisqasi 30 mingdan 20 ming chetdagilarga tarqatiladi. Ya'ni tannarxda yotmaydi bizning oyliklarimiz. Ofis ham, boshqa security ham, naloglar ham tannarxga kirmaydi. Tannarxga faqat sexni ichi kiradi. Sexni ichida to'g'ridan to'g'ri ishlab, sexni ichida xarajat qilib, sexni ichida aylangan, oborotda bo'lgan xarajatlar yotadi, kiradi. Qolgan hammasi natsenkadan to'lanadi. Ya'ni foydadan ustiga pul qo'yganmiz 30 ming. 30 mingdan men olaman ofisda o'tirib ish haqqimni, 30 mingdan kompyuterim oladi eskirishini 5 ming, 30 mingdan security oladi 5 ming so'm, anaqa qorovullar, yana 30 mingdan shu 5 ming so'mni nalogchi oladi. Demak 20 ming ketdi. Demak qolgan hamma bo'limlar o'zini oqlamaydi. Foydani oladi, sotuv qiladi, sotuvdan pul tushadi, foydani oladi, o'sha foydadan xarajat qilib o'tiradi. Qolgan boshqa bo'limlar hammasi 20 ming ketadi naloglar bilan birga va 10 ming so'm korxonaga sof foyda qoladi. 10 ming so'm sof foyda. O'sha 10 ming so'mni
ta'sischi olishi kerak. Ta'sischiga berib yuboriladi. Dividend qilib yoki 87 sof foyda qilib beriladi ta'sischiga. Tushunarli bo'lgan bo'lsa, buni videosini yuboramiz. Videoda ham bemalol ko'rib olishingiz mumkin. Yana savollar bormi? Savollar bor. Yatda 4 nafargacha ishchi bo'lish to'g'risida normativ mavjudmi? YTTda 4 nafargacha ishchi bo'lish to'g'risida normativlar mavjud. Hozir soliq kodeksida men hozir yoddan ayta olmayman, shu deb nima uchun ayta olmayman? Chunki biz buxgalterlar YTT bilan shug'ullanmaymiz. YTTni buxgalteriyasini qilmaymiz bizlar. YTTni buxgalteriyasini soliqni o'zidagilar qilishadi. Ya'ni bu firma emasda. Bular buxgalteriya yurilish tutishga majbur emas YTT. Firmalar majbur qilingan buxgalter bo'lishga. YTT majbur emas buxgalter bo'lishga. Shuning uchun bizlar buxgalterlar YTTni ishini u darajada aniq-tiniq tushunmaymiz va uni ishlari bilan shug'ullanmaymiz. Lekin o'sha bo'yicha normativni men sizga mana shu gruppaga va buxgalteriya maktabi Finline Audit degan kanalimiz bor. Kanalga o'sha normativlarni topib, kiritib, yuborib tashlab berishim mumkin. Kuzatib turing. Gruppani, bizani hozirgi gruppamizni, onlayn gruppamizni va buxgalteriya maktabi kanalimizni kuzating. O'sha yerda normativlarni yuborib beraman. Kuzatib, ko'rib, bilib olishingiz mumkin. Hop. Qo'shimcha savol bor ekan, issiqxona, quyon, qafas yasagan svarshikni kiradimi deb tushundim. Qarang, issiqxonada svarshikni ish haqi tannarxga kiradimi degan savol shunaqami? Quyon, qafas yasagan svarshikniki kiradimi? Endi qarang, yo'q, kirmaydi. Svarshik qafas yasaganda u asosiy vosita yasayapti. Uni ish haqi kalkulyatsiyaga kirmaydi. U ishlab chiqarish qilmayapti. Tushunyapsizmi? Agar u o'sha qafasni yasab sotganida edi, yasab sotganida, u ishlab chiqarish bo'lar edi. Yasaydi, sotadi. Unda o'sha yasagan ishchini svarshikni oyligi kalkulyatsiyaga kirar tannarxga. Lekin bu svarshik nima qilyapti? Korxona uchun asosiy vosita yasayapti. Asosiy vosita yasaganda men sizlarga aytaman. Asosiy vosita yasayapti. Yozaman. Asosiy tilini almashtiramiz. Asosiy vosita yasayapti. Tilini almashtirib. Demak, asosiy vosita yasayapti. Nima bu qafas asosiy vosita-da korxonaga. Asosiy vosita yasadi, uni ish haqi nimaga kiradi? Kiradi ishlab chiqarilgan tovarimizni tannarxiga emas, kiradi asosiy vositamizni tannarxiga. Ya'ni asosiy vositani kirim qilishga kiradi. Asosiy vosita narxini oshiradi. Asosiy vosita kirimiga qabul qilinadi. Prihod qilinadi. Nima bo'lib ketadi? Bu yerda tayyor mahsulot tannarxi bo'lmaydi. Bu nimamiz o'sha qafasimiz asosiy vosita bo'ladi va korxonada qolib ketadi. Asosiy vosita bo'lgandan keyin ichida mana shu ishchi svarshik ishladimi? Svarshikni ish haqi ham mana shu asosiy vositaga kiradi. Masalan, temirlariga 50 million xarajat ketdi. Temirga 50 million xarajat ketdi. Yozaman. Temirga 50 million xarajat ketdi. Svarshikni ish haqiga yozaman. Svarshikka 20 million ish haqi ketdi. Svarshikka 20 million. 20 million deb yozaman, tushunib olasizlar. 20 million ketdi. Nima bo'ladi? Asosiy vositamiz narxi 70 million. 70 million bo'ladi. Buni anaqamizga olsak, inventarga olamiz. Bino va inventar. Inventarga olsak 0120 ga olamiz. 0120 asosiy vosita shotiga olamiz. Inventarga kirsa bo'ladi. Asosiy 0120 ga ham olmasdim, unga bino kiradi. Men 0190 konservatsiyaga olish mumkin. 0190 unga ham kirmaydi. Endi qarang. Bu yerda agar juda ham qimmat bo'lsa,
inventar va xo'jalik jihozni 0120 ga olishimiz mumkin. Agar shu qafasimiz juda qimmatga tushsa, lekin arzonga tushsa, qafasimiz arzon bo'lsa, prixod qilamiz. Qimmat emas, arzon bo'lsa, arzon temirlardan va kichkina qafas yasasak, uni 10.80 ga qabul qilamiz. Inventar. Men o'zim inventarga qabul qilgan bo'lardim. Inventarga qabul qilamiz va narxi, inventar narxi 50 million, 20 million, 70 million so'm. Demak, svarshikda ish haqi kirib ketdi inventarga. Ichiga kirdi. Lekin sotish uchun qilsak, sotish uchun bo'lsa, nima bo'ladi? 28.10 bo'ladi. Avval 10 material, avval yozaman 10 ni. 10 50 million. Tak va 67 10 20 million. $67 20 million. Endi nima bo'ldi? Tak, 50 million bilan 20 millionni qo'shamiz. Nima bo'lyapti? 28.10 kalkulyatsiya bo'lyapti bu yerda. Kalkulyatsiya va tannarx. Kalkulyatsiya va birdan tannarx ham chiqyapti. Tannarx 28.10 ni tannarx. Tak 70 millionga. Orasiga 70 million. 70 million so'm. Demak, tushunarli farqi. Agar o'zimiz uchun yasasak 10.80 ga olamiz, inventarga olamiz. Inventarga materiali qabul qilinadi, 10.80 kirib ketadi va 50 million va 20 million ish haqi svarshikda ish haqi ham 10.80 kirib ketadi. Natijada prihodimiz 70 million, 10.80 inventar. Agar o'zimiz uchun emas, olib sotishga qilsak, olib sotar bo'lsak, yasab sotsak, 10 ga 50 million, 67 ga ish haqiga 20 million bo'ladi va uni tannarxga olib tashlaymiz. Kalkulyatsiya qilamiz. Tannarx kalkulyatsiya natijasida 70 million tashkil qiladi va 28.10 tayyor mahsulot qilib, tayyor mahsulotimizni sotib yuboramiz. Tushunarli bo'ldi degan anaqada umiddaman va buni videosini yuboryapman. Videosini qayta ko'rib, qachon 10.80 ga kirib ketishini kalkulyatsiyada va qachon 28.10 ga kirishini, o'sha svarshigimizni puli ham, o'sha qafasimizni puli ham 28.10 ga kirib ketishini ko'rsatib berdim. Tak, vaqtimiz ham bo'lib qoldi. Bizani o'zi darsimiz probniy dars edi. Onlaynda o'qiyman deganlar uchun probniy dars edi va 1 soatga mo'ljallangan edi darsimiz. Hozirda mana darsimiz 1 soat 15 minut davom etyapti. Tak, hisob darsi qolganini kitobdagi ustad, kitobdagi shotlar rejasi va uni ichidagi ma'lumotlarni keyingi darslarimizda sizlar bilan o'tamiz. Bir haftada 2 darsimiz bo'ladi. 2 darsni Zoom orqali o'tamiz yoki chat orqali, qaysi qulay bo'lsa, o'sha orqali o'tamiz. Darsni videosini tashlab beraman. Uyga vazifalarni tashlab beraman. Uyga vazifalarni bajarasiz va Telegramda gruppaga yuborasiz. Men tekshirib olaman. Tak, login parolni beraman, kitobni yuboraman. Va sizlar bilan nasib qilsa unumli, chiroyli shug'ullanamiz. Tak. Demak, sizlar bilan ishlashimizni tushuntiryapman. Qaysi shaklda ishlashimizni. Haftada 2 marta pryamoy efir qilamiz. Chat orqali yoki Zoom orqali. Baribir Zoomni o'rnatib qo'yinglar. Chunki chat mabodo yaxshi ishlamasa Zoomdan foydalanamiz. Zoom qandaydir bizga pand bersa, chatdan foydalanamiz. Ikkalasi ham kerak bo'ladi. Va men sizlarga 2 marta dars o'taman. Platformani videosini tashlab qo'ydim kanalga. Platformamizni ichidagi login parolni beramiz. Login parol bilan qanday kirib olish ham videosini beramiz. Kitobni
yuboramiz. Mana kitobimiz, kitobni yuboramiz. Kitobni olasiz. Kitobni olganingizdan keyin ichidagi nechinchi betlarni ishlashni aytamiz. Kitobni Wordda kitobni o'ziga ishlasangiz ham bo'ladi. Daftaringizda ishlasangiz ham bo'ladi, javobini yozsangiz bo'ladi bizga. Excelda ishlasangiz ham bo'ladi. Excellarni ham kanalga sizlarga yuborib qo'yaman. Platformaning ichida ham bor. Anaqa uyga vazifalarni qanday qilish. Uyga vazifalarni aytib boraman. Shunaqa qilib sizlar bilan dars boshlaymiz. Nasib bo'lsa, keyingi darsimiz probniy dars bo'lmaydi. Bu haqiqiy dars bo'ladi. Ungacha haqiqiy darsimiz boshlanguncha sizlarga login parolni beramiz. Platformaga kirasiz, videolarni ko'rasiz. Bu yerga hozirgi videomizni ham tashlab qo'yaman, yuboraman. Va login parolda platformamizni 6 oy davomida bemalol ko'rasiz. Biz siz bilan 3 oy davomida o'qiymiz. Tak, hozircha bo'ldi. Hozir 1 minut. Demak, kimki o'qimoqchi bo'lsa, platformamizga kirmoqchi bo'lsa, videolarni ko'rmoqchi bo'lsa va men bilan onlayn darslarda qatnashsa, kitobimizni bepul egalik qilmoqchi bo'lsa, registratsiya qiladi. 77-177-93-94 administratorimizga murojaat qiladi. Hammada bor. Telegram raqamimiz, telefon nomerimiz bor. Murojaat qiladi. O'qishi to'lovi 650 mingdan 3 oyga bo'lib to'lash mumkin. Skidkada bu. Aslida 1,200,000 so'm. Bo'lib to'laysiz va to'lov haqida skrinshot yuborasiz Telegramdan. Administratorimizga skrinshot yuborasiz. Ular sizga kitobni jo'natadi pochta orqali. Kitob pulini o'zimiz to'laymiz. Anaqani pochta pulini ham to'laymiz. Kitobni yuboradi, sizga login parolni beradi, videoni tashiydi. Video orqali qanday kirilishini ko'rib, login parol bilan kirib olasiz darsga. Darsga kirib olganingizdan keyin ichiga kirib videolarni bemalol ko'rasiz. Darslarni bemalol ko'rasiz, hujjatlarni skachat qilib olasiz. Ularni ko'rib, hujjat qilib, men bilan darsda qaysi kunlar, soat nechida, pryamoy efir bo'lishini dars jadvali qilib, 1 oylik dars jadvalini tashlab qo'yaman sizlarga kanalga va o'sha 1 oylik dars jadvali bo'yicha har safar sizga pryamoy efirga kiraman o'sha soatga, o'sha kunga. O'sha soatga kiraman va sizlar tayyorgarlik ko'rasizlar o'sha kun, o'sha soatga. Kiraman, darslar beraman, tushuntiraman, uyga vazifalar beraman, uyga vazifalar so'rab olaman, kanalni kuzataman, uyga vazifalarni kuzataman va sizga vazifalarni beraman. Berganimdan keyin har bittangizni kuzataman dars uyga vazifangizni. Shunaqa qilib ishlaymiz. 6 oygacha platformamizni bemalol ko'rasiz, tomosha qilasiz, videolarni ko'rib bemalol shug'ullanishingiz mumkin bo'ladi. Ishimga kafolat beraman. Mendan ko'plab onlayn gruppalar, onlayn o'quvchilar chiqqan, ishlagan, hozir ishlayapti yaxshi ishlarda. Natijalari yaxshi. O'zingiz ham o'qish jarayonida natijalarni ko'rasiz, qanaqa yaxshi bo'lishini. Kitobdan foydalansangiz, yaxshilab o'rgansangiz, o'ta foydali. Mana shunday qilib sizlar bilan 3 oy davomida chiroyli, samarali o'qish qilamiz va har bittangiz nasib qilsa buxgalteriyada o'zingizni o'rningizni topib, bosh buxgalterlik darajasiga chiqib olasiz. Hozircha xayr, men agar qandaydir savollar bo'lsa, dars jadvalini tashiyman. Qandaydir savollar bo'lsa, Telegramda administratorga yozasiz, kanalga yozasiz, qandaydir pretenziyalaringiz bo'lsa yoki sharoitingiz bo'lsa, yozasiz. To'lovdan keyin gruppaga, kanalda qolasiz, anaqa kitobni olasiz, nimani login parollarni olasiz va biz o'qishni boshlaymiz. Keyingi haqiqiy darsimizni, bu hozir probniy dars, haqiqiy darsimizni Telegramda kanalda qaysi kuni o'tishimizni yozib qo'yamiz va shu bilan birga administratordan qaysi kun dars bo'ladi deb so'rasangiz Telegramdan yoki kanalga yozsangiz, administratorimiz обязательно qaysi kun dars bo'lishini, haqiqiy darsimiz boshlanishini aytadi. Haqiqiy darsimiz to'lovni bir qism qilganingizdan keyin, necha so'm bo'lsa ham bir qism qilganingizdan keyin, kitobni olganingizdan keyin haqiqiy darslarimizni boshlaymiz. O'shanda anaqa platformaga ham kirishingiz mumkin. Hozircha xayr, bu darsimizni videosini tashlab qo'yamiz, kanalga ham, gruppaga ham, boshqa bo'limlarga ham tashlab qo'yamiz. Yaxshilab videoni ko'ring, yaxshilab o'qib o'rganing, misollar keltirilgan va o'rganib olsangiz siz uchun foydali. Savollar bo'lsa kanalga yozasiz yoki lichkaga yozasiz.
Ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling. Bizani kanalimizga yoziling, gruppamizga, onlayn darslarimizga yoziling. Natija zo'r bo'ladi. Sizlar bilan nasib qilsa yana ko'rishamiz. Xayrli kech.